Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Suayba. Bugun sizlarga Mahmud Qashqarining hayotidagi qisqa bir hikoyani o'qib beraman. Mahmud Qashqari, O'rmas bayliq. Mahmud Qashqari ixlosmand kishilardan biri, olimning huzuriga kelib, "Men dargohi haqdan doim nihoyatda katta narsalarni so'rayman va sening dargohingdan oz narsa talab qilguvchilarning ko'zi ko'r bo'lsin deyman", debdi. Mahmud Qashqari u kishidan, "Sening dargohi haqdan so'ramoqchi bo'lgan katta narsa nima?" deb so'rabdikan, u kishi ixlosmand kishilar tarafidan Hazrati Mollam Tig'i deb atalgan tog'ni ko'rsatib, "Mening so'raydiganim Janobilarning oldidagi mushu tog'ni qip-qizil oltin qilib bersa degan iltijo edi", debdi. Mahmud Qashqari buni anglab miqida kulib qo'yibdi. Aradan bir necha yil o'tgandan keyin yilqi ixlosmand o'zini bir kishiga yo'latgan holda yana olimning huzuriga kirib ketdi. Salom saatdan keyin o'zi ahvolini bayon qilib, ko'zining xira bo'lib qolganidan zorlab, ho'ngrab yig'lab ketibdi. Mahmud Qashqari u kishiga tasalli bergandan keyin so'zini davomlashtirib, "Janobi Alloh bizga 7 a'zodan iborat bu tugmas boyliqni berdi. Uni tushunib yetishga texiysan bizning aqlimiz kamlik qiladi. Agar Alloh bergan bu boyliqni joyida ishlatsak, dunyodagi hamma tog'larning oltinga aylanganidan cho'ngroq boyliqqa erishgan bo'lardik. Sen talab qilgan shu tog'ning orzuyingdek oltin bo'lganidan ko'ra ko'zingning zafil basar bo'lmagani ko'proq edi", debdi. Ixlosmand, "Men Allohga duo qilib uningdan ne'mat so'rasam, mening ko'zimni a'mo qilib qo'yamdi. Bu qandoq adolat?" deb zorlanibdi. Mahmud Qashqari unga javoban, "Sening duoyingni Alloh yerda qo'ymay ijobat qildi va adolatni zohir qildi. Sen birinchi duoyingda tog'ni oltin qilib berishni o'tingansan, uningdan kattaroq boyliq seningning saqlig'ini berib sana marhamat va ihson ato qildi. Sen bunga shukr qilmay, xasis dunyo orzusida bo'lding. Ikkinchi duoyingda oz narsa talab qilguvchilarning ko'zi ko'r bo'lsin degansan, mana ijobat bo'pti. Chunki dargohi haqdan narsalarda tog'ni oltin qilmoqdan oz narsa bo'lamdikin, agarda sen mendan Xudoga duo qilishimizga maslahatingiz nima deb so'ragan bo'lsang, men sana Xudo iymonimni mustahkam, ilmimni ziyoda qilgin, tan salomatlik va rizqimni yetgudek bergin deb duo qilgin degan maslahatni bo'lar edim", debdi. Xo'sh,